Bolam, xotining va o'g'lingni olib bu yerdan ket. Yangi hayot qur. Ona, Sonya xonim. Yetar. Mening o'g'lim. Onamni gunohi nima ekan? Buni Sonya xonim bilan gaplashasan. Seni bergan Rabbimga shukr. Seni shunday qo'yay. Ana bo'ldi. Assalomu alaykum. Voy dadajon, yaxshi keldingizmi? Yuragim negadir bezovta bo'ldi. Mustafoga qo'ng'iroq qildim, telefonni ko'tarmadi. Yugurgilab shu yerga keldim. Xush kelibsiz, dada, keling. Xush kelibsiz. Jonim qizim, eshikni yop. Jonim qizim. Yop, ichkari sovumasin. Qizim. Bolajonim, meni qo'rqityapsan. Senga nima bo'ldi? Bu nima ahvol? Nabiramga nimadir bo'ldimi? Yo'q, dada, erinim yaxshi. Biroz oldin uxlatdim. Yaxshi. Dada, Sonya xonim yurak xurujiga uchradi. Nima? Qayerga ketish, shifoxonagami? Murod bilan Nazar shifoxonaga olib ketishdi. Mustafoga ham xabar berdim. Hammasi o'sha yerda hozir. Senga qo'ng'iroq qilishmadimi? Qanday ekan, yaxshimikin? Qo'ng'iroq qildim, lekin olishmayapti. Alloh shifo bersin. Nima ham derdik? Amin. Dada Tohir keldi. Siz bilarmidingiz? Ha, yonimga borgandi. Nega aytmadingiz? Mustafa menga aytgandi-ki. Men ham shunday deb o'ylardim. Rossiyaga qochib ketishdi deb, lekin qochishmagan ekan. To'g'rirog'i qochisha olmabdi. Pasportmi, bir balosi bor ekan, unaqa narsalarni tushunmayman. Ya'ni nafasam shu yerda, to'g'rimi? Dada, hozir ular qayerda? Qayerda, dada? Bilmayman qizim, bir joylarda yashirinib yurishdi-da. Tohir aytdiki, pasportini hal qilsa ketamiz dedi. Men Aliga qo'ng'iroq qildim. Uni ham hech narsadan xabari yo'q. Bobojonim. Voy, bobong sendan aylansin, ona qizim. O'zimning go'zal nabiram. Qizim, sen yuqoriga chiq, kiyimlaringni almashtir. Ukangga qarab tur, uyg'onmasin. Qara, bora qol. Barakalla. Nazar bilan Murod uchun ham qiyin holat. Sonya xonim tinch qo'ymasligi aniq. Menga qara. Sizlar ham Fotih bilan bir ish boshlamaysizlarmi ishqilib? Hech ham unday niyatim yo'q, opa, xavotirlamang. Fotih ham buni o'ylamaydi. Uni niyati bo'lsa, seniki ham bo'ladi, ya'ni. Yo'q, opa. Xush kelibsiz, Ali aka. Xushvaqt bo'linglar. Xush keldingiz, Ali. Biror xabar bormi? Xushvaqt bo'ling. Bor. Ishdan olindim. Nima? Nega?
Ali, tushuntiribroq gapirsangiz-chi, nima bo'ldi? Yaxshimisiz, Sonya xonim? To'xtang, men sizga aravacha olib kelaman. Yo'q. O'zim yuraman. Oxiri bomba portladi, bolam. Nima deganingiz u endi? Tohir, sening mening o'g'lim ekanligingni biladi. Bir kuni juda yomon portlaydi degandim sizga. Buni o'ylab o'tiradigan ahvolda emasman. Hozir bundan ham muhim dardi bor. Nafas. Nafas uni politsiyaga xabar bergani uchun yuragi ezilyapti. O'zi ota bo'lmagani uchun onalik qanday bo'lishini tushunmayapti. Xuddi sen otalik haqida ko'p narsa biladigandek. Sizdan ko'p narsa bilishim aniq. Nafas qayerda deb so'ramoqchi edim, lekin aniq bilganingiz bilan menga aytmaysiz. Yana bir omadimni sinab ko'ray. Nafas qayerda? Qo'y endi bu ishlarni. Ularga hujjat tayyorladim. Bu yerlardan qochishadi. Qo'y endi. Hujjat tayyorladingiz. Jon dushmanimga. Yaxshi. Tabriklayman. Sizdan kutganimni qilibsiz. Hayratlanmadim yana. Dada kelishdi. Kelishdi, dada kelishdi. Kelishdi. Xudoga shukr, kelishdi. Sonya xonim shifo bersin. Sog' bo'ling. Opa, ichkariga kiraylik. Mustafa o'g'lim ahvoli qanday? Ko'rganingizday, tik oyoqda. Mustafa Kalili, Labbay, menman. Tohir Kalili haqida gaplashishimiz kerak.
Sonya xonim, men sizga ora-sirada kelib qarayman. Yaxshi dam oling. Nazar. Labbay. Agar yana bir bor kelsa va siz xabar bermasangiz, bu jinoyatchini yashirishga kiradi. Bilaman. Taslim bo'lishi o'zi uchun yanada yaxshi bo'lardi. Axir akasisiz. Siz bilan aloqaga chiqsa, uni ko'ndirish akalik vazifangiz. Ha. Akalik vazifam. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yaxshi ishlanglar, og'ayni. Hozir birgamilar, hech bo'lmasa shuni ayting. Bilmayman. Bilmaysiz. Siz bilmaydigan narsalar ham bormi? Yana otaligingizni qildingizmi? Omon bo'ling. Dadajon, sizga mahalliy qahramonimizni tanishtiraman. Dengizdan kelgan qoplon. Boshqa nomi Tentak Tohir. Meni bu yerdagi eng yaqin do'stim. Otganni otaman. Tushiring qurollarni. Hol so'ragani kepsan chog'i. Yoningda sovg'a ham olib kepsan. Kam bo'lma. Ishimiz chala qolganda, bitirib qo'ya qolaylik istasang. Men ham xuddi shuni aytmoqchi bo'lib turgandim. Qurollarni tushiringlar dedim. Lekin dadajon u boshladi. Mendan xotinimni tortib oldi. O'g'limni o'ziga og'dirdi. Otangni oldida seni yer parchan qilmaylik-ki. Lekin seni xotining ham, o'g'ling ham yo'q. Oxirgi bor sizlarni ogohlantiryapman. Qurollaringizni tushiringlar. Bularni nima keragi bor edi, Tohir? O'zingni rasvo qilding. Dala sichqonidek qochib qo'rqib yuribsan. Lekin dadajonim omon bo'lsin. Sizlarga pasportlar ham tayyorlab beribdi. Qochasizlarmi? Meni xotinimga er bo'lasan, o'g'limga ota. Bunga yo'l qo'yishim mumkinmi seningcha? Birinchidan u ish sendan so'ralmaydi. Ikkinchidan seni kallang bunga yetmaydi. Lekin seni ota deydigan bolang ham yo'q. Seni er hisoblaydigan ayol ham yo'q. Inson o'zi ishonadigan yolg'onni boshqalarga ham aytadiki, u ishonsin, o'zi ham ishonsin. Bilaman. Nafas seni sotgani uchun juda ham xafasan. Nafas meni sotgani yo'q. Lekin sen bunga ishongan bo'lsang, bu o'zing ishing. Ayollarni hech ham tushunmaysan. Shunaqami? Sen ayollarni tushunasanmi? Sen ayolni oldida 5 daqiqa baqirmay, urmay, undan foydalanmay tura olasanmi, Vedat? Sendan yaxshiroq tushunishim aniq. Sen faqat sodda qishloq qizi Marjonni bilasan, boshqa kim? Qani bo'lsa ayt bilaylik. Bu yerda erkaklar o'zaro gaplashyapmiz. Erkaklar gapiryaptimi? Yaxshi. Ajoyib zakiysan. Shuning uchun seni yaxshi ko'raman. Nafas seni sotdi. Lekin undan jahling chiqmasin. U ona, sen buni yaxshi tushunmaysan, chunki seni bolang yo'q. Qolaversa, sen ayollarni ham tushunmaysan. Ayollar qanaqa bilasanmi? Televizordagi kelishgan, aqlli, yordamsevar qahramonlarga mahliyo bo'lishadi. Shundaymi? Yonida o'tirgan sho'rlik, joniga tekkan er ularning xarajatlarini to'laydi. Bolalarni maktabiga pul beradi. Ayolining butun ehtiyojlarini qoplaydi. Ayollar esa bunga munosib bo'lish o'rniga gunoh sodir qilishga moyil bo'lishadi. Sen o'zingni bu hikoyaning qahramoni hisoblayapsan, lekin sen qog'ozdan yasalgansan. Men haqiqiyman. Bu hikoyadagi haqiqat menman. Vedat! Qurolni tushir dedim senga.
dadajon. Siz nima desangiz shunday bo'ladi, muhtaram dadajon. Ko'rganingdek Tohir, endi otamning so'zidan chiqmayman. Men ham esli bola bo'ldim. Mayli. Menga ruxsat. Sizlar ikki og'ayni istaganingizdek rejalar tuzinglar. Men buzmay. Sen bu yerdan ket bolam. Bu yerdan chiqib chiqmay politsiyaga xabar beradi. Uyga bordim. Politsiya bostirib keldi. Shaharga tusha olmayman. Telefon qilishim kerak. Soniya xonimdan so'radingmi? Fikri tog'a nima deyapti deb. Xuddi shunday. Lekin onamni ko'ra olmadim. Bo'pti. Sen hozir ket. Men ertaga ertalab Soniya xonimni rahmatli amakining mozori boshiga chaqirtiraman. Rahmatli amakimni qabriga? Nega? Ertaga gaplashamiz hammasini. Etagimizdagi barcha toshlarni to'kamiz. Va men shunday qilib tinchgina uxlarman balki. Bu nima? Menga berganingiz mashinani kaliti. Tanishadi endi. Yo'l boshiga qo'ygandim. Piyoda yurish men uchun yanada xavfsizroq. Bolam, Tohirning yonida dada deganim uchun havolanib ketmang. gapimni bo'lma. Qara. Xullas, hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilsang yoki Tohirni xabar bersang, bu yerga politsiya kelsa va mendan biror nima so'rasa juda yomon ta'ziringni yeysan. Tushundingmi? Bu ishni qila ko'rma. Qovog'ingizni solmanglar, bolalar. Bunaqa yuzingizni osiltirib o'tirmanglar. Har narsaning bir xayri bor axir. Ana Soniya xonim yaxshi. Tohir o'g'lim bilan nafas qizimning haqqiga duolarni qanday qilmaylik? Qo'limizdan boshqa ish kelmaydi. Siz o'ylaganingizdek emas-da, ota. Aka, gapirmaysizmi? Hamma bilsin endi. Nimani bilishimiz kerak? Mana buni. Bu nima ekan o'g'lim? Tohir, bolam, senga aytishim kerak bo'lgan narsalar bor. Yuragimda og'ir yuklangan sirlar. Buni yuzingga aytishni qancha istadim, ammo qo'limdan kelmadi. Endi bu maktubni yozib bir joyga yashirishdan foyda yo'q. Lekin yelkamni ezayotgan yuk biroz yengil bo'larmikan deb yozmoqdaman. Bir kun kelib xabar topar degan kichkina ehtimoldan panoh istayapman. Bir necha yil oldin bir ayolni qaqshatib, orqamdan qoldirib, Trabzonga kelgandim. Yigitlik chog'larim. Bir ayolga ko'ngil qo'ydim. Bir ayolning oxi ustimda ekan. Bilmadim. Ko'ngil qo'ygan ayolim Sakina edi. Onang Soniya xonimning qiyomatlik dugonasi, singlisidek ko'rgani Sakina. Soniya xonim amaking deb bilganing tentak Tohirga ko'ngil qo'ygan ekan. Lekin dadasi uni Mehmetga beribdi. Bulardan mening xabarim yo'q edi. Sakina bilan tentak Tohir yashirincha uchrashishar ekan. Men Sakinaning otasidan so'radim. U menga berdi. Biz fotihalanamiz deb yurganimda tentak Tohir va Sakina birga qochib ketishdi. Necha bor Istanbulga bordim. Millionlarcha odam yashaydigan shahardan qanday topardim? Oradan bir yil o'tdi. Bir kuni men Sakinaning dadasining yonidaligimda birdan Soniya xonim chiqib keldi. Sakina qo'ng'iroq qilibdi. Manzilini aytibdi. O'sha manzil mening qo'limga tushdi.
Fikret? Ikkovini ham otib qo'ydim. Sen yurgakda eding. Seni oldim-u. Sonyaning eshigiga bir maktub bilan qo'ydim. Sen tentak Tohir bilan Sakinaning o'g'lisan. Men ota-onangni qotiliman. Bir bolani men ota-onasidan judo qildim. Mening bolam ham mendan judolikda o'sdi. Bu maktubni o'qiganingda men tirik bo'lsam, kelib meni otgin. Qattiq charchadim bolam. Uxlashni istayman. Og'ang Fikret Dilichoy. Sho'r peshona ukam mening. Zerikib qolmadingizmi? Sizlar uchun musiqa qo'yib ketgandim. Yigitni xonasiga olib boringlar. Kecha o'zimga Qo'yvor! O'g'limni qo'yib yubor. Meni qo'yib yubor. Oyimni yonida qolaman. Vedat bey, uzr so'rayman. To'satdan o'zim istamay shunday bo'ldi. Yigitni hoziroq xonasiga olib bor. Xo'p bo'ladi. O'g'limni qo'yib yubor. Onam bilan qolaman. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Qayerga yubording o'g'limni? Xonasiga. Bu yer haliyam uning uyi nafas. Unutdingmi? Bizni gaplashishimiz kerak bo'lgan gaplar bor. Ota-ona suhbati. Senga yomon alam qilyapti, to'g'rimi? Yo'q, nega? Shuncha ko'rgilikka qaramay, yigit ikkimiz baxtli bo'lganimiz uchun, sendan qo'rqmayotganimiz uchun joning o'rtanyapti. O'rtanish kerakmidi? Hech narsani tushunmaysan-a? Tushunmaysan. Seni ro'parangda 8 yil avvalgi ayol yo'q endi. Agar menga qo'l tekkizsang, seni o'ldiraman. Agar seni o'ldira olmasam, o'zimni o'ldiraman. Tushundingmi? Ko'p gapiryapsan, nafas. Shuni bilyapsanmi? Seni judayam sog'indim. Judayam. Maestro. Esladingmi? Eslating, to'g'rimi? Unuta olmaysan-ku. Endi biroz yayra. Men borib ikkimizga ichimlik, bir nimalar tayyorlay. O'tgan kunlardan gaplashamiz, biroz suhbatlashamiz.
Men bilan yur. Vedat bey, uzr so'rayman. Urushni istamadim. Aytganimdek, jonim og'rigandi. Ha, jon shirin. Bo'p turadi bunaqa narsalar. Boshingni qotirma. Yigitni nima qilding? Aytganingizdek xonaga olib kirib qulflab qo'ydim. Afarin. Shu yerdan bir idish ol. Xo'sh. Nima qilmoqchisizlar? Pulni bo'lib olmoqchimisizlar? Ha, bir qahvaxona ochish rejalashtiryapmiz. 3 ta sherik. Ajoyib fikr. Barakalla. Kimning xayoliga keldi bu? Nonni yigitga olib bor. Bu qanday bo'lmasin. Meniki bo'lganga uzatilgan qo'lni yoqtirmayman. Ya'ni bir-birimizni yanada yaqindan tanish uchun aytayapman. Bu yog'iga birgamiz-ku. Tushundingmi? Vedat bey! Eshitaman. Tushunarlimi? Ha! Bor. Uzr, jarohatlanding. Tohir sen bilan gaplashishni istayapti. Bugun ertalab kelibdi, lekin nasib qilmabdi. Ertaga tongda tentak Tohirning qabriga kel. Ko'p kutirmadim deb o'ylayman. Menga aslo yaqinlashma. Juda asabiysan nafas. Biroz tinchlanishing kerak. Ajoyibsan hayotim. Men seni hayoting emasman. Ajalingman. Ko'p kutirmay kel unda. Ha? Ajalim. Tinchlikmi? Qo'lingga nima bo'ldi? Hech so'rama. Dadam keldi. Dadam keldi. Dengizdan kelgan qoplon keldi. Hayde vira, hayde 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 vira, hayde Yuqorida. Yigit! Shu yerdaman dada. Eshikdan uzoqlashdim. Arslon dadam meni. Arslon o'g'lim meni.
Oying qani? Qo'shnixonada. Yaxshi. Borib oyingni olaylik. Senga avvalam aytdim. Seni qarshingda 8 yil oldingi ayol yo'q endi. Qurolingni tashla. Senga qurolingni tashla dedim. Qurolingni tashla dedim. Xorima nafas kapitan. Sog' bo'l, Tohir kapitan. Men o'g'limni olib ketyapman. Yurasanmi? Buni nima qilamiz? Uni menga ber, yiqilmasin. Oyog'ingga nima qildi? Kichik noxushlik bo'ldi. Ketdik. O'g'lim, eshikni qulfla. Jinursan! Allo, politsiya. Bolamni o'g'irlashdi. Tohir Kaleli bolamni o'g'irladi. Bizni qanday topding? Qarmoqqa keldim. Oyog'ing qalay? Yaxshi, ishlayapti. Tohir, politsiyachilar bor oldinda. Talon va guvohnomani ko'rsam bo'ladimi? Menga qara og'ayni. Men sendan, qonundan qochmayapman. O'g'lim va xotinimni orqasidan yugurib yuribman. Oyog'ing qoqshol bo'lmasin deb shunaqa qilyapman. Tishingni mahkam siq, aslo baqirma. Menga qara. Og'zingni ochma, xo'pmi? Baqirma dedik-da. Ish qilib oyoqni asrab qoldik. Bir kun o'g'illarimizni olib futbol o'ynaymiz, xo'pmi? Bo'pti. Ko'rishamiz. Charchama hamkasb. Sog' bo'ling. Pahlavalar yeb o'ynaymiz bir kun. Kelishdik. Oq yo'l komissarim. Ish kuning yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling.
anlat kara